Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifga chiqishlikni iroda qildilar. Toif Makkaga eng yaqin bo'lgan shahar. 4 yo 5 kun piyoda yurib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisa bilan Toifga borishdi. Toifga kirishlikka yaqin bo'lganda Toifning eshigi oldida Amr ibn Umayyaning o'g'illari Abduyolay, Habib va Mas'ud 3 ta aka-uka o'tirishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi, ular bilan salomlashdi. Ularga gapirishlikka ruxsat so'radi. Albatta endi payg'ambarimiz o'zini tanitdi. Qurayshning sayyidlaridan, Abdul Muttolibning zurriyotidan u uchalasi qabul qilishdi, gapirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga din, oxirat haqida gapirdilar hamda Qur'on o'qib berdi. Abduyalay turib, Ka'bani po'shti yitilib ketsa ham senga iymon keltirmayman dedi. Ikkinchisi aytdi, men senga hech qachon gapirmayman dedi. Uchinchisi aytdi, agar sen nabiy bo'lsang, senja katta odam ekansan, sen bilan gaplashib bo'lmaydi dedi. Agar sen kazzob bo'lsang, sen bilan gaplashishga sen oshcha past odam ekansan dedi. Ya'ni rost payg'ambar bo'lsang, sen oshcha katta odamsan, sen bilan gaplasha olmayman, men pastman deyapti. Agar yolg'onchi bo'lsang, sen mendan ham past ekansan, senga gapirishingga ham hojat yo'q dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ulardan bu qattiq, xunuk javobni olganlaridan keyin, agar xohlamasanglar dinga kirishlikni, meni xoli qo'yinglar, men odamlar bilan gaplashay dedi. Seni dedi, gaplashgani yo'l qo'ymaymiz deb shoshganicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan burun Toifga kirib, Toifda yosh bolalari, tenteklari, ahmoqlarni ikki saf qilib yig'ib kutib turishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirishliklari bilan oyoqlariga tosh otib, toshbo'ron qilib haydashdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ulardan pul so'rab bo'lmagan edi. Ularga jannatga kiradigan kalimani olib borganda xolos. La ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar degan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdek zot toshbo'ron bo'lib, mana shunday odamlarning oldida xor bo'lib, Toifdan qaytishlikka majbur bo'ldilar. Oyoqlaridan, muborak oyoqlaridan qonlar oqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam